Samarqand yana bir xalqaro nufuzli tadbirga mezbonlik qilmoqda. Xususan, mamlakatimizda ilk bor o'tkazilayotgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Davlat xizmati forumida dunyoning turli mintaqalaridan yuqori martabali mehmonlar, davlat xizmatlari vakillari va innovatsiya yo'nalishlari yetakchilari ishtirok etmoqda. Xalqaro tadbirda davlat xizmatlari raqamli transformatsiyasi sohasidagi muhim ustuvor vazifalar muhokama qilinmoqda. Forum ishtirokchilariga prezidentimiz tabrik yo'lladi. Unda so'nggi yillarda O'zbekistonda davlat xizmatini chinakamiga inklyuziv xalq xizmatiga aylantirish bo'yicha tizimli islohotlarni olib borilayotgani, jumladan xalqaro ekspertlar bilan birgalikda davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun qabul qilingani e'tirof etildi. Shuningdek, dunyoga tobora ochilayotgan jadal islohotlar yo'lidan borayotgan va ilg'or xalqaro tajribani keng tatbiq etayotgan davlat xalq uchun tamoyiliga qat'iy amal qilib kelayotgan yangi O'zbekiston davlat xizmati sohasida global o'zgarishlarning ajralmas bir qismiga aylanayotgani alohida ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari tabrigida islohotlarning har bir xonadonga qadar kirib borishi uchun mahallabay ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Manzilli ko'mak va ijtimoiy himoya instituti kuchaytirildi. Xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi ulushi 35% ga yetib, mamlakatimiz bu borada mintaqada yetakchi o'rinni egalladi. 700 dan ziyod davlat xizmatlari yagona darcha tamoyili asosida onlayn platformalar orqali amalga oshirilmoqda deya fikr bildirgan. Bundan tashqari davlat xizmati va boshqaruv jarayonlarini to'liq raqamlashtirish natijasida O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumatlar rivojlanish darajasi bo'yicha global reytingida 24 pog'onaga, sun'iy intellektga tayyorgarlik bo'yicha xalqaro indeksda so'nggi 1 yil ichida 17 pog'onaga ko'tarildi. Davlat fuqarolik xizmatini yangi yondashuvlar asosida tashkil etish maqsadida zamon talablariga mos iqtidorli mutaxassislarni jalb qilish va professional davlat xizmatchilari korpusini shakllantirish bo'yicha kadrlar tayyorlash klasteri tashkil etilgani ta'kidlab o'tilgan. Mamlakat yetakchisi davlat xizmatida raqamli transformatsiya bo'yicha global bilim markazini ochish, xalqaro yosh yetakchilar maktabini tashkil etish kabi global tashabbuslarni ilgari surdi. Forum tafsilotlari bilan dasturlarimiz davomida tanishtirib boramiz.